Assalomu alaykum, hurmatli tibbiyot talabalari. Bugun fiziologiya fanidan siydik ajralish mexanizmi to'g'risida ma'lumotlarni ulashga harakat qilaman. Xo'p, nefronda proksimal hamda distal naychalarida aynan reabsorpsiyalangandan keyin birlamchi siydikdan kerakli oksil, aminokislotalar, kerakli moddalar reabsorpsiyalangandan keyin, so'rilgandan keyin keraksiz modda amiak, mochimina, kreatinin, turli xil zararli moddalar sekretsiyalangandan keyin yig'uvchi nayda ikkilamchi siydik to'planadi. Ya'ni endi to'plangandan keyin yig'uvchi nayda ikkilamchi siydik qayerga o'tadi? Aynan kichik va katta ko'sachalarga buyrakni. Undan bo'lsa jo'mga qarab yo'nalish kerak. Aynan mana shunday yo'nalishida, ya'ni yig'uvchi naychadan jo'mda yo'nalishda fornikal apparat ta'minlab beradi. Ya'ni qaytadan nefronga qaytib bo'lmaslik kerak siydik. Xo'p, fornikal apparatni nima tashkil qiladi? Avvalambor muskullar, ya'ni ko'sachalarning muskullari. Bu muskullarning vazifasi nima hisoblanadi? Ya'ni hosil bo'lgan ikkilamchi siydikni buyrakni parenximasiga kirib ketmasligini ta'minlaydi, buyrakni jo'mga yo'naltiriladi. Xo'p, avvalo ko'sachalarning tuzilishini bilib olish kerak. Buni bir bakal shakliga o'xshatsak bo'ladi, aynan ko'sachani. Bakal shakliga o'xshatsak bo'ladi. Yuqorida va pastida gumbazi joylashgan, buyrak piramidasi, undan keyin nefron. Nefronda yig'uvchi naydan ko'sachaga o'tadi aynan ikkilamchi siydik. Qanday qilib? Bunda avvalambor ko'sachani gumbazini ko'taruvchi muskul, ya'ni musculus levator fornix ochiladi, ya'ni qisqaradi, ko'taradi gumbazni. Hamda musculus longitudinalis calitis bo'ylama joylashgan muskullar kengayishi hisobiga diastola hosil bo'ladi aynan ko'sachada. Hamda siydik tushadi aynan piramidadan ko'sachaga. Ya'ni diastoladagi musculus levator fornix, musculus longitudinalis calitis hisobiga siydik to'planadi aynan ko'sachada. Xo'p, endi sistola bo'lishi kerak, ya'ni qisqarib jo'mga o'tishi kerak siydik. Undan keyin musculus sphincter calitis, ya'ni ko'sachani gumbazi yopiladi. Hamda musculus spiralis calitis, bu spiral somon yo'nalgan muskullar qisqarishi hisobiga siydik buyrakni jo'miga, ya'ni pelvis renalisda to'planib boradi. Xo'p, endi pelvis renalisda to'planadi. Endi baroretseptorlar qo'zg'aladi aynan jo'mda. Keyin jo'mni ham muskullar qisqarish hisobiga siydik yo'liga o'tadi. Ikkilamchi siydik, ya'ni haqiqiy siydik jo'mdan siydik yo'liga o'tadi. Xo'p, siydik yo'li bu 3 qismdan tashkil topgan. Qorin qismi pars abdominalis, chanoq qismi pars pervina hamda pars intramuralis, qovoqni ichida joylashgan qismi. Xo'p, 3 qavatdan iborat. Shilliq qavati tunika mukoza, shilliq osti qavati mavjud emas, muskul qavati ichki sirkulyar, tashqi bo'ylama muskullar hamda advensitial parda bilan qoplangan tunika adventitsiya. Xo'p, pars abdominalis qismi ayollarda tuxumdon arteriya venasi bilan kesishadi. Erkaklarda bo'lsa urug'don arteriya venasi bilan kesishadi. Chanoq. Chanoq qismiga o'tganda o'z navbatda o'ng uretr, ya'ni juft bu uretr siydik yo'li o'ngi ichki yonbosh arteriya bilan, demak ichki yonbosh arteriya bilan, iliaka interna bilan, chapi bo'lsa umumiy yonbosh arteriyasi bilan kesishadi. Undan keyin pars intramuralis eng kalta qismi. Bu qovoqni ichida joylashgan qismi. O'zi bu uretrning vazifasi ikkilamchi siydikni buyrakni jo'midan rezervuar a'zo qovoqqacha bo'lgan sohada yetkazib beradi. Ya'ni bir juft siydik yo'li. Shu arteriya vena bilan kesishgan, yuqorida aytganimdek, rezervuar a'zo qovoqqacha yetkazib beradi. Xo'p, qovoqda endi aynan ajratishni bilishimiz uchun uni qisman anatomiya histologiyasini bilishimiz kerak. Aynan qovoq 4 ta qavatdan iborat endi. Ya'ni bunda endi shilliq osti qavati ham bor, tella submukozasi ham. Tunika mukoza, tella submukoza burmalar hosil bo'ladi endi. Hamda muskul qavati ichki tashqi aylana o'rta ichki tashqi bo'ylama
o'rta sirkulyar muskullar qavati hamda serroz parda qoplaydi. Aynan serroz parda mezopertonal o'raydi qovoqni. Qachon qovoq siydik bilan to'rsa, keyin intrapertonal o'raladi. Anatomik jihatdan 3 ta qismi farqlanadi qovoqni: tubi fundus, uchi apex, bo'yinchasi cervix. Aynan ikkilamchi siydik. Siydik qanday quyiladi qovoqqa? Teshiklari mavjud. Ostium ureteri bir juft, ya'ni o'ng va chap ureter kelib ana shu ostium ureteriga kirib, pars intramuralis qismini hosil qiladi. Undan keyin ostium uretra. Bunda sfinkteri joylashadi. Shunga mos ravishda 3 ta sfinkter. Ya'ni yuqorida 2 ta sfinkter, pastda ham 2 ta sfinkter joylashadi. Sfinkterlar joylashgan aynan. Xo'p. Endi siydik to'planadi aynan qovoqda qachonki 250 milli to'plansa, ya'ni maksimal to'lsa, qovoq suyagini ustida chiqadi aynan qovoq va mexanoretseptorlar qo'zg'aladi. Mexanoretseptorlar qo'zg'alishi hisobiga aynan tos nervi, afferent tolalari, parasimpatik segmentlar, aynan S2, S4, S1, S2, S4 segmentlariga afferent tolalar boradi tos nervini, hamda endi javob sifatida miyaga afferent tolalar borib, endi miyani oliy markazlari tomonidan yoki simpatik yoki parasimpatik ta'sir ko'rsatilishi mumkin. Bo'sh miyada aynan oliy markaz hisoblanadi. Bilamiz, gyrus centralis hamda post centralis va o'rta miya. Agar bularni ta'siri natijasida nima bo'ladi? Aynan tormozlanadi siydik ajralishi, ya'ni simpatik ta'sir beradi. Uzunchoq miya hamda gipotalamusning orqa bo'lagi, ana uzunchoq miyaning ventral qismidagi o'zaklari bo'lsa, bular parasimpatik ta'sir beradi hamda siydik ajraladi. Aynan miyada analiz sintez bo'ladi holatga qarab. Shunga ko'ra oliy markazlar o'zini javob reaksiyasini beradi hamda endi yana qaytib S2, S4 ga oldingi shoxidan efferent tolalar boradi aynan qovoqqa, yoki simpatik yoki parasimpatik ta'sir ko'rsatadi yuqorida aytilgan oliy markazlar tomonidan. Xo'p, simpatik ta'sir bo'lsa nima bo'ladi? Parasimpatik ta'sir jatish. Simpatik ta'sir ko'rsatilsa, bunda tormozlanadi. Ya'ni muskullari bo'shashadi qovoqni hamda sfinkterlari qisqaradi. Aynan muskulis sfinkter uretra qisqaradi, qovoqning muskullari aynan bo'shashadi. Ya'ni sfinkter yopiq, muskullar bo'shashgan, siydik ajralmaydi. Parasimpatik va bunda mediator hisoblanadi noradrenalin. Muskulis sfinkter uretrani qisqartirishda. Xo'p, parasimpatik effektda aynan uzunchoq miya hamda gipotalamusning orqa bo'lagidan keladi. Parasimpatik effekt aynan bunda asetilxolin mediator hisoblanadi. Asetilxolinning ta'siri natijasida endi sfinkter bo'shashadi. Sfinkter bo'shashadi, muskullari bo'lsa qovoqni qisqaradi. Muskullari qisqarib, sfinkter bo'shashib, siydik ajraladi. Shunday qilib boshqariladi aynan miyani oliy markazlari hamda S2, S4 parasimpatik o'zak segmentlar hamda simpatik ta'sirda aynan maxsus simpatik aynan orqa miyani spinal markazlari tomonidan ta'sir ko'rsatiladi aynan. Xo'p. Shunday qilib qovoqning muskullari aynan sfinkterini boshqarish hisobiga amalga oshadi aynan siydik ajralishi. Xo'p. Ongli ravishda boshqarish siydik ajralishini 2 yoshli paytdan boshlanadi aynan odamda. Bu shakllanadi. Aynan ixtiyoriy ravishda boshqarish. Xo'p. Keyin doimiy saqlanib qoladi. Turli xil patologiyalarda o'zgarishi mumkin. Endi buni boshqara olmaslik bu patologiya hisoblanadi. O'zi qovoq qayerda joylashgan? Erkaklarda to'r ichakning oldingi qismi, qovoq suyagining orqasida. Ayollarda bo'lsa bachadonning oldingi qismi, aynan qovoq suyagining orqasida aynan. Tashqi siydik yo'li farq qiladi ayollar va erkaklarda aynan.
aynan urug' yo'liga ko'ra. Ayollarda tashqi siydik chiqarish a'zosi kalta hamda urug' yo'li bilan siydik chiqarish tashqi siydik yo'li alohida bo'ladi. Buni bilamiz. Erkaklarda bo'lsa urug' yo'li bilan siydik ajralish qismi bitta. Ya'ni yo'l bitta. Shuning uchun ham bu yerda bulbo uretral bezlar joylashgan. Aynan ereksiya vaqtida, ya'ni evakuatsiya paytida, eyakulyatsiyada, urug' otilib chiqishida bulbo uretral bezlar siydik yo'lni tozalaydi, shillig'i ishlab chiqarib. Undan keyin amalga oshadi aynan eyakulyatsiya. E'tiboringiz uchun rahmat.